Bugun mana Koreyadagi eng yaqin opamni uylariga mehmon bo'lishga get ready with me. Bugun скорее kuni bilan uyda bo'lamiz. O'shaning uchun maksimal udobli narsalar kiyib olmoqchiman. Shunaqa голубой rangdagi sviter kiyaman, lekin afsuski rangi qanaqadir quyoshda boshqacha ko'rinyapti menimcha. To'g'risini aytsam, men bu opam bilan tanishgunimcha meni o'zbek o'rtoqlarim Koreyada deyarli bo'lmagan. Hamma o'rtoqlarim chet ellik yoki ko'pincha koreyslar bo'lishgan. Shu opam bilan juda ham randomniy tarzda tanishib qolganmiz o'tgan yili. O'shandan keyin mana birinchi eng yaqin o'zbek opam bo'ldilar. Конечно же, yaqin o'zbek o'rtoqlar ham menga topib berdilar. Конечно, topib beraman deb topib bermadilar. Просто shunaqa qilib bu opam juda ham tanishlari ko'p odam bo'lganlari uchun qanaqadir tak bo'lishil, что meni ham o'zbek o'rtoqlarim paydo bo'lishini boshladi. Shunaqa tegimga oq trousers kiydim. Qornim ochdi. Deyolmayman, chunki zavtrak yeganman, hali qornim ochmadi. Men yaxshi ko'rgan bahor uchun idealniy nima? Idealniy spray. Hair body mist. Mana magazinimni ham bu best seller va bekorga best seller emas, olib ko'rsanglar bilasizlar. Oyog'imga shunaqa krossovka kiyib olaman. Uyda kiyyapti demaylar, sразу videoni to'xtatib artib yuboraman. Kechqurun salqin tushib qolishi mumkin, o'shaning uchun ustimga mana bunaqa nima olib olaman. Aytgancha juda ham ko'plar mendan YouTube vlog ham kutishyapti. DMda ham hamma joyda istoriya qo'yganimda ham kommentariyada doim YouTube vlog qo'ying deb yozishadi. Nimaga qo'ymayapsiz deb. To'g'risini aytsam, shu biznesimda juda ham band bo'lib qoldim. Vlog ola olmay qoldim, lekin men qaytdim. Xudo xolasa, YouTube'imni bilmaydiganlar ham YouTube'ga podpisatsiya qilib qo'yishni unutmanglar va yaqin orada bugungi kundan ham vloglar chiqishni boshlaydi. Bo'lmasa men tayyor. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.